Chorvangizda qaysi usul yordamida boqsangiz kam xarajat va serdaromad bo'ladi? Bugungi videomiz shu haqida bo'lib o'tadi. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, parranda ishqibozlari, kanalimiz a'zolari va kanalimiz mehmonlari. Parranda ishqibozi deyishimiz asosiy sababi kanalimizda 80% ma'lumoti asosan parrandachilik borasida. Asosan bu videolarimizni endi chorvador aka-ukalarimiz ham ko'rib, layklarni bosib turishlarini tavsiya etgan bo'ladi. Endi bundan buyog'iga xudo xohlasa chorvachilikka doir bo'lgan ma'lumotlarni ham kanalimizga joylab boramiz. Ko'pchilik kepayda atalaq qilib yoki masalan mana donli aralashmalar, silos, Jizzax tomonlarda eshitishimiz bo'yicha qovunda ham kuz oylarida paykalda qolib ketganlarini yig'ib, qaynatib atalaq qilib berishar ekan. Shu gap rost bo'lsa kommentariyaga yozib ketinglar, Jizzaxliklar bo'lsa, ya'ni qovun yordamida ham boqishar ekan. Va kimga qanaqa usul qulay bo'lsa bo'lsin, bizga mana shu usul qulay. Ya'ni shaxsan o'zim tajriba tariqasida boqib ko'rganman. Effekti zo'r bo'lgan. Mana do'stimizni bugun fermalarga tashrif buyurib, do'stimizga ham shu narsani bugun o'rgatib ketish uchun keldik. Xudo xolasa bugungi videoda shuni qanday qilib beriladi, bu narsa o'zi nima, hammasini bugun video davomida yoritib boramiz. Buni kam xarajat deyishini sababi bir dona mana shu narsa 2000 so'm hisoblanadi. 4 ta qo'yingizga, ya'ni 4 ta qo'chqoringizga bemalol bir kunga yetadi. Ya'ni ozuqasi oqsilga boy bo'lgan sog'in sigirlar bo'lsa yoki masalan yangi buzoq bolalagan qo'ylar bo'lsa ham juda effekti zo'r, bolalarni yaxshi katta qiladi. Bu narsani bilganlar bor yoki yo'q shuni yozib ketinglar. Ya'ni bu narsa qo'zi qorindan bo'shagan bloklar. Oldingi videolarimizda ham chiqarganmiz. Yana bir ma'lumot tariqasida yangilanish bo'lishi uchun sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. Ya'ni bu qanday narsa? To'liqroq ma'lumotini yoritib beradigan bo'lsam, qo'zi qorin veshinka to'ri bilan shug'ullanamiz. Shu veshinkadan bo'shagan bloklar. Bu narsa 2000 so'm turadi. Bizda o'zimizda dehqonchilik qo'zi qorindan chiqadi. Buni ko'pchilik qo'zi qorin bilan shug'ullanadiganlar hosilini olib bo'lgandan keyin axlatga tashlab yuborishadi yoki masalan yerga maydalab o'g'it sifatida foydalanishadi yoki masalan o'tin qilib yoqishadi. Endi ularda usullardan ko'ra buni chorvaga to'g'ri foydalangan holda beradigan bo'lsangiz, tayyor shulxani o'ziga qaraganda buni foydali jihati 5 barobar ko'proq. Chunki bu qayta ishlanganini hisobiga ichidagi shu qo'zi qorinda qolib ketgan ildizlari oqsil sifatida chorvangizga foydali ozuqaga aylanadi. Ya'ni shulxadan tayyorlangan bu. Bitta mishokka 2,5-3 kilogramm atrofida shulxa ketadi. Xuddi o'sha narsa shundaycha qoladi va bu 5 barobar shu yuqorida aytib o'tganimiz kabi foydali ozuqalarga boy bo'lgan yemga aylanadi. Endi buni qanday holatda berish kerak? Buni birdaniga chorvangizga beradigan bo'lsangiz, xo'p, birinchi kunlari yemaydi. Sabab buni mazasida ozgina o'zini yeyotgan yemiga qaraganda o'zgarish bo'lganligi uchun 1-2 kun chorvalaringizda yemiga oz miqdorda aralashtirib, keyin butkul bunga o'tib ketasiz. Berish tartibi buni birinchi o'rinda maydalaysiz. Hozir drabilkalarimiz ham bor. Drabilkaga ham solib beramiz. Yo arra yordamida, yo chopqi yordamida bularni maydalash kerak. Qani bismillahirrohmanirrohim. Ana buni maydalab turib endi shipirib olasiz yana do'st. Xo'p, buni mana shu maydalangan holatda mana ko'rishingiz mumkin. Yaqinroq olib keling. Mana shu shulxa, tayyor shu paxtani chigitidan chiqqan shulxalar. Shularni maydalab, buni ichida oz miqdorda ohak bor. Ya'ni 200 litr suvga 2 kilogramm ohak qo'shilgan. Ya'ni qo'shilgan buni hali qo'zi qoringa tayyorlaganda o'sha ohakka chiqib ketish uchun buni 2-3 marta yaxshilab yuviladi. Ozgina mehnati bor, lekin 1 kilogramm shulxangiz hozirgi kunda 5000 atrofida bo'ladigan bo'lsa, buni 2 kilogrammi 2000 so'm, ya'ni kilosi 1000 so'mga tushadi. 5 barobar shulxadan bu sizga arzonga tushyapti. Buni hozir endi apparatdan chiqarib yoki masalan chiqarish ham shart emas, sizlarga endi vaqtingiz olmagan holda mana shu maydalangan holati. Mana shu maydalangan holatini suvga uyutasiz. 1-2 soat uygandan so'ng buni suvini tashab, ya'ni sirgitib olasiz, yo apparatga solasiz, kichkina idishga ustidan tosh bostirib qo'yasiz yoki masalan qo'lingiz bilan siqib suvini chiqarib yuborib turib, bemalol kepaydi yoki masalan bug'doyni maydalab turib, tegirmondan chiqarib ham berishingiz mumkin. Ko'pchilik bunga kepaydan foydalanadi. Lekin men hozirgi kunda o'zimizda ishlab chiqarilayotgan kepaylarni tavsiya qilmayman. Maqsad kepaylarni yomonlash emas, chunki ichida faqatgina bug'doyni po'chog'i qolgan xolos. Chorvalar uchun foydali jihati yo'q. Biz o'zimiz foydalanadigan jihat bug'doyni olamiz, o'zimizda uyda tegirmon bor, tegirmonda maydalab turib, o'sha maydalangani beramiz. Ichida hamma foydali elementlar qoladi. Bularda esa hammasi po'choq, unini o'sha zavod olib bo'lgan. Foydasi kam. Shu sababli, ya'ni bu oliy ne'mat. Bunga hech qanday e'tirozimiz yo'q. Hamma kepay haqida mening ma'lumotim, fikrim shu. Endi savol tug'iladi. Bu narsani foydali jihatini aytib o'tyapsiz. Buni qayerdan topishimiz mumkin degan savollar tug'iladi.
Buni asosan shu veshinka qo'ziqorini bilan shug'ullanadigan aka-ukalarimiz bor. Bizga misol uchun aloqaga chiqadigan bo'lsangiz topib beramiz. Shaharda ko'pchilik bundan foydalanadi va blokini o'sha yuqorida aytib o'tganimiz kabi ahlatga yoki bo'lmasam yerga chiqarib tashlashadi. O'shalardan xarid qilib olishingiz mumkin va chorvangizga bemalol foydalanishingiz mumkin. Endi biz buni ko'pchilik ommaviy jahonga, ya'ni YouTube ijtimoiy tarmog'iga chiqarmaydi. Chunki hamma o'zini haligi sirini saqlashni yaxshi ko'radi. Biz endi dehqonlarga, shu chorvador aka-ukalarimizga foydali bo'lishi uchun o'zimiz shu usuldan foydalanyapmiz va sizlarga ham foydasi tegishi uchun chiqaryapmiz. Bitta like, bitta like bosib qo'yasizlar. Yangilar kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring ham bo'laveradi. Endi qisqacha do'stimizni bir fermalarni sizlarga endi ko'rsatib o'tamiz. Ma'lumotlarni yoritib boramiz. Marhamat, mana fermalarda ko'rishinglar mumkin. Bu yerda do'stimiz shu boqishayotgan qo'zi, qo'chqor va sog'liqlari bor naryoqda. Hop, yoshiga yetmagan, yoshiga yetgan novvoslar bor. Hozir ularni sekin asaliyona sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu yerdagilar hammasi qanaqa? Sog'liqmi bular? Qo'radagimiz sog'liq. Sog'liq. Qo'chqor qo'shilgan bularga? Qo'chqor nariga qo'raga qo'shildi. Biror qo'chqor bilan qo'yiladi. Bularga qo'shilmagan. Yo'q, bularga qo'shilmaydi. Sotuvda bormi bular? Sotuvda bor, narxi optimga 3 million so'm. 3 million so'mdan qilib beriladi yosh qo'zilar. Necha oylik bular? Soni nechta? Soni bir 35 ta jami bor. Nariga qo'radagilar bilan. Qo'chqorga qo'shilgani, qo'shilmaganlari bilan. Ikkinchi qo'ramizga ham mana o'taraylik. Bular endi qo'chqor qo'shilgan variantimi? Ha, bular bir oy qo'chqor bilan turgan. Qochib qolgan bo'lishi ham mumkin. Bo'lishi mumkin. Bulardan narxi o'sha bilan bir xilmi yo 1-2 so'm farqi bormi? Buni farqi bor. Telefon qilsa kelishib olasizlar. Xo'p, bular qanaqa? Bular qo'chqor hammasi. Qo'chqor. Narxlari 4,5 million so'm. 4,5 million so'mdan o'sha pichoqqa bemalol yaraydigan holatdagi qo'zi qo'chqorlar. Oldi o'sha tish buzishga ham kelib qoldi shekilli. Kelib qoldi. Yaxshi. Bularga mana bitta qo'chqor qo'shib qo'yganmiz. Ha, narigilarda davom bu? Ha. Mana bitta qo'chqor 5 kun bo'ldi qo'shganimizga. Ha. Alohida qilib 5 ta 6 tadan qilib qo'chqor qo'shib qo'yapmiz. Bularning puli qanaqa? Bularning puli ham o'shalar bilan bir xil. O'shalar bilan bir xil. Mana bu yerda mana novvoslar. Ularni ham ko'rib o'tishingiz mumkin. Ya'ni qiziquvchilar bo'lsa mana bular-chi, bularning 5 ta ekan. Sotuvda qaysi birlari bor bulardan? Sotuvda qiziqqanlarga hammasi sotilaveradi. Kelib tanlab olishi 14,5 million so'mdan. 14,5 million so'mdan. Mana buni ushlab turing, men shunday oldiga boray. Odamni bo'yi bilan taqqoslab olishaveradi. Meni bo'yim 1.70. Mana meni bo'yimga nisbatan olarasizlar. Buni bo'yini o'lchaganmiz do'stim. Bo'yi necha chiqdi? 1.10 sm. Demak, bo'yi 1.10. Ana ko'rish. Qolganlari shu bilan teng pashti. Ikki dona sal bo'yi pastroq, ular 1.5 sm. Demak, 1.5 plus minus o'sha maydalari, kattalari 1.10 atrofida mana ko'rishinglar mumkin. Biroq 5 sm. Narigi shvedga qiziqadiganlar bo'lsa, mana shvedlarning variantidan ham bor ekan. Ko'rishinglar mumkin. Turchi. Mana. Mana shular 1.5 dedingizmi? Shu ikkovsi 1.5. Optim hammasini bitta olaman deganga qanaqa berasiz? Bizning kanalda nomidan chiqsa. Optimga uyga kelsa yoki telefon qilsa kelishamiz. 14,5 deyapsiz. 14,5 deyapsiz. Optimi bo'lsa-chi? Jazman bitta shart yopishadigan bo'lsa. Optimga 300 mingdan xayrini qilamiz. Dastavka qayergacha? Dastavka Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab dastavkasi. Manzilimizni aytib o'taylik. Manzil Farg'ona viloyati Rishton tumanida joylashgan. Rishtonni markazdan 1 kilometr uzoqlikda. Dehqonobodmidi? Dehqonobod mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan bir mo'jazgina fermamiz. Xo'p, sizlarga taqdim etadigan video roligimiz ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqamsa bitta like va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Egalarining nomerlari videoning pastda turadi. Bemalol aloqaga chiqib, qo'zi qo'chqorlar yoki sog'lar kelsa qo'zi qo'chqor qo'zi sog'larni yoki bo'lmasa novvoslarni ham bemalol savdolashib olishinglar mumkin.